Diqqat, ogoh bo'ling. Endi firibgarlikning yangi yo'li chiqdi. Ya'ni sun'iy intellektdan firibgarlar foydalangan holda fuqarolarni ovozini o'xshatib, yaqinlaridan plastik kartani kodini yoki bo'lmasam pullarni talab qilyapti. Mana bu holatni kuzatishingiz mumkin. Firibgarlarga u yaqin tanishingizni A yoki B degan so'zi yetarli. O'shani kiritsa, sun'iy intellekt yaqin tanishingizni ovozini qilib yasab bera oladi. Eshitaman. Bolajonim, man Oyi, sizmisiz? zo'rg'a gapiryapman. O'zimni telefonim yonimda emas. Masalan, qochib qoldi. Klinikaga olib kelishdi. Zudlik bilan to'lov qilish kerak ekan. Oyi, qaysi klinika? Hozir yetib boraman. Kelguncha kech bo'lishi mumkin. Senga xabar berdimmi? 4 ta raqamni aytib yuboraman. Ekansan, kassadaman. Faqat bo'la qol. Hozir oyi. 8753. Eshityapsizmi oyi? 8753. Allo. Ha bola? Allo oyi. Yaxshimisiz? Ha, kelyapsanmi? Kelin bilan mantiq qilyapmiz. Kech qolmagin. Kasalxonada emasmisiz? Tavba qildim degin, tush ko'rdingmi? Kelyapsanmi? Tushunarsiz. Kuzatishda davom eting. Eng sara yangiliklar hali oldinda. Ogohlik davr talabi. Ushbu videoni yaqinlarga yuborib, ogohlantirib qo'yishni unutmang.